Assalomu alaykum. Biz o'tgan darsimizda DNS bo'yicha suhbatlashib o'tdik. Endi bugun Kerio'da foydalanuvchilar bilan ishlashni ko'ramiz. Misol uchun administrator kompyuter yordamida Kerio'ga kiramiz. Biz o'tgan darsimizda Kerio kontrolga IP yordam emas, balki nomlar bo'yicha, ya'ni name server bo'yicha kirdik. Kerio lokal deb kiramiz. Login emas, bizga admin kerak. Demak, o'sha holat uchun demak admin yozamiz. Mana administrationga kirdik. Admin salom 321. Bizda faqatgina hozirgi holatda admin foydalanuvchisi bor. Hech qanaqa cheklovlar yo'q internetdan foydalanish bo'yicha. Demak, bizda foydalanuvchilarimiz qaysi foydalanuvchilarimiz bor? Mana ko'radigan bo'lsak, DHCP serverda mana kimlar kirgan? Hozir mana 10.11, 10.26, 10.28, mana 1222 foydalanuvchilarimiz bor. Demak, admin 1222 bitta rezervlangan holat turibdi. Endi biz ushbu darsimizda foydalanuvchilar yaratishimiz kerak, ya'ni hammaga admin huquqini bera olmaymiz. Biz qanaqadir foydalanuvchi yaratishimiz uchun nima qilamiz? Buning uchun mana dastur interfeysida mana pользователь bo'limiga kiramiz va e'tibor beradigan bo'lsak, bizda faqatgina lokal bazada bittagina admin foydalanuvchisi bor. Men qanaqadir misol uchun foydalanuvchi kiritaman, misol uchun student yoki talaba deylik. Talaba degan foydalanuvchini kiritaman. Misol uchun unga parol beraman. Qanaqadir talaba 123 va mana talaba 123 va bu foydalanuvchiga qanaqadir cheklovlar kiritishim mumkin. Misol uchun этот пользователь имеет отдельную конфигурацию. Misol uchun mana shu bo'limni tanlab bitta misol uchun kvotani belgilaymanda, men bunga bu foydalanuvchi uchun talaba foydalanuvchisi uchun har kunlik qanaqadir limit qo'yishim mumkin. Misol uchun barcha kiruvchi chiquvchi trafik, ya'ni загрузить выгрузить uchun ham yoki faqat download uchun. Misol uchun shu talaba uchun загрузitda misol uchun 1 kunlik 2 GB trafik beraman va aytamanki, misol uchun 2 GB dan oshgandan keyin 1 kunlik internetdan uzib qo'ysin. Блокировать весь дальнейший трафик. Yoki bo'lmasa, не блокировать дальнейший трафик, ya'ni internetdan uzmaysiz, lekin uni tezligini pasaytirib qo'yishingiz mumkin. Nun faraz qilamiz, polностью uni internetdan uzib qo'yamiz. Mana 2 GB berdik загрузкasiga, yoki bo'lmasa весь trafikka berishimiz mumkin. Mana весь trafikka bera qolaylik. Mana 2 GB ni berdik. Tak, mana. Yana bitta talab yaratamiz. Misol uchun Akbar misol uchun Hayitov da Akbar Hayitov dedik. Qanaqadir shunaqa pользователь bor. Bu pользовательda misol uchun kvotasi весь trafik misol uchun 1 kunligi 10 GB bo'lsin. Mana bu bo'ldi. Tak. Bu ham bo'ldi. Mana ikkita foydalanuvchini yaratdik. Akbar Hayitovga bitta naqa bermadik, parol bermadik. Salom 123 deylik. Salom 123. Mana bu foydalanuvchilarni berdik. Bu sistemadan chiqamiz hozirgi holatda. Bu administrator kompyuterimi yoki bo'lmasa mana talaban kompyuteridan kira qolaylik. http Kerio local continue. Tak, nima? Birinchisi talaba, uni paroli talaba 123. Mana talaba paroliga kirdik. Mana demak talaba parolida e'tibor beradigan bo'lsak, kvotasidan hali hech qanaqa foydalangan yo'q. Misol uchun keyinchalik misol uchun
championat.uz saytiga kirsin yoki mana kun.uz saytiga kirsin. Tak. Вот. Olib saytlarni ochaversam, yangiliklarni o'qiymiz, misol uchun boshqa narsalarni qildik. Вот. Mana ochdik. Boshqalik mana kun.uz saytiga kirdik. Endi mana queryga o'tadigan bo'lsangiz, bitta F5 bosib olamiz. Mana e'tibor bersangiz, уже 3 megabayt ma'lumotdan foydalandingiz, ya'ni 0.15% ma'lumotingizdan foydalandingiz. Sizga bir kunlik 1 gigabayt trafik berilgan. Misol uchun talabaning kompyuterida talaba logini bilan kirdik. Xodimni kompyuterida misol uchun kiramiz. O'sha Akbar Hayitov pользователь bilan kiraylik. Misol uchun https query.local continue. Так. Это Akbar Hayitov. Paroli salom 123. Mana Akbar Hayitov bilan kirdik. Mana pользовательlar bilan kirdik, qaysidir kompyuterlar orqali kerak avtorizatsiyadan o'tdik. Mana endi biz administrator kompyuteriga o'tib, ya'ni administrator bo'limiga o'tib, qaysi foydalanuvchilar aktivligini ko'rmoqchi biz. Misol uchun, mana ko'radigan bo'lsak, talaba PC kompyuteridan talaba kirgan, talaba PC dan, ya'ni xodimni kompyuteridan mana Akbar Hayitov kirgan. Endi bu yerda yana shuni qilishingiz mumkin, gruppalarni yaratishingiz mumkin. Misol uchun mana bu yerda gruppalarni mana talabalar keyingisi misol uchun xodimlar gruppasini yaratadigan bo'lsak, bu gruppa nima uchun xizmat qiladi? Ma'lum bir foydalanuvchilar uchun qanaqadir umumiy pravidalar bo'ladi. Misol uchun talabalarda kvota hammasida har xil bo'lishi mumkin, lekin ular ma'lum bir saytlarga kira olmasligi kerak yoki ma'lum bir resurslardan foydalana olmasligi kerak. O'sha holatlarda ularni gruppa shaklida ham, ya'ni umumiy qoidalar uchun ma'lum bitta gruppa shakliga keltirib olgan ma'qul. Misol uchun mana xodimlar, talabalar degan gruppani yaratdik. Ramzida endi misol uchun Akbar Hayitov bo'lsa, salom Alikov degan misol uchun pользователь bor. Xodim bor, misol uchun buni ham parol salom 123, salom 123. Bunda hech qanaqa chegara yo'q, misol uchun. Добавить misol uchun rektor. Buni ham parolini salom 123 deylik. Salom 123. Hamma xodimlarga salom 123 bo'ldi. Вот. Keyingisi talabaniki, misol uchun Akbar talaba deylik. Mayli, buni ham kvotasi bor deylik. Bunda misol uchun message, ya'ni bir oylik anaqasi trafigi 30 gigabayt berilgan bo'lsin. 30 gigabayt. Buni o'zgartiraylik kvotasini. Undan keyin umuman internetdan foydalanolmaysiz. Bu xuddiki siz o'zingizda provayderlardan internet olasiz, o'shanga o'xshab ketadigan. Ya'ni 30 gigabayt kirish chiqishi farqi yo'q. Ishlatib bo'ldingizmi, demak sizda pulni ustida, demak internetga dostуп yopiladi. Xuddi shunga o'xshash, misol uchun pravila beramiz bunda. Mana Akbar talaba yoki mana Madina talaba. Salom 123. Salom. Mayli, talabalarning hammasini talaba 123 qo'yaylik. Talaba 123. И этот пользователь имеет отдельные конфигурации квотасы. Madinaga misol uchun 50 gigabayt berdik.
yaxshi o'qiydi qiz. Misol uchun talabangiz yana 50 gigabayt berdik trafik. Mana endi gruppaga o'tamizda talabalar kimlar? Misol uchun ularni belgilab qo'yamiz. Mana shu talabalar gruppasi bo'ladigan bo'lsa, mana член списка рассылки. Так, mana talabalar kimlar? Demak, Akbar talaba, Madina talaba, kontrol yordamida tanlashingiz mumkin. Mana talaba degan pользователь. Uchalasini qo'shdik. Xodimlar kimlar? Xodimlar misol uchun bizda bor Salom Alikov bor. Keyingisi Akbar Hayitov bor и rektor bor. Mana bularni xodimlarga nima qildik? Qo'shib qo'ydik. Bo'ldi. Xodimlarda ham misol uchun qanaqadir huquqlarini berishingiz mumkin. Net доступа к администрации, ya'ni administratsiya mana bunaqasiga bera olmasligimiz mumkin. Yoki доступ berishingiz mumkin. Доступ к administratsiyaga, ya'ni mana boshqaruvga доступ berishingiz mumkin. Faqat u ko'ra oladi, qanaqa huquqlar berilganini. Yoki полный доступ к администрированию. Mana shunaqa holatlarda ham. Yoki mesela qo'shimcha huquqlar berishingiz mumkin. Пользователь может разблокировать правила фильтрации содержимого. Ya'ni ma'lum bir filtratsiya tarkibini разблокировать, ya'ni blokirovkalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani ochishi mumkin. Yoki пользователь может подключить, используя VPN. VPN dan foydalanishi mumkin. Mana shunga o'xshash qanaqadir qo'shimcha huquqlarni berishingiz mumkin. Hali bu huquqlar to'g'risida alohida darsda to'xtalib o'tamiz. Bugun faqat foydalanuvchilar bilan ishlaymiz. Mana pользователь yaratish ko'rdik, gruppalar yaratish va ularga foydalanuvchilarni qo'shish ko'rdik. Endi keyingisi domenlar bilan. Sizda misol uchun ishxonangizda shunaqa holat bo'lishi mumkinki, domen ko'tarilgan, ma'lumotda domendagi foydalanuvchi bilan kirganingizda sizda avtomatik tarzda imенно o'sha domen kirgan domeningizda foydalanuvchisiga ham qanaqadir huquqlar berishingiz mumkin. Ya'ni mana bizda aktiv direktoriya bor, o'sha aktiv direktoriya ko'tarilgan. O'sha aktiv direktoriya ham pользовательlardan foydalanishingiz mumkin. Mana aktiv direktoriyani ko'radigan bo'lsak, bizda mana tak tools active directory users ochaylik. Mana userlarda e'tibor beradigan bo'lsak, mana administrator bilan guest o'zi по умолчанию turadi. Default account ham biz yaratgan foydalanuvchilar bakalavr bilan magistrga foydalanuvchilar bor. Mana shu misol uchun bakalavr bilan yoki magistr bilan kirganda ularga qanaqadir huquqlar berilishi kerak, boshqa narsalar qilish kerak. Birinchi navbatda biz mana shu domendagi pользовательlarni Kerio'ga import qilib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana пользователи группы submenyusida domen autentifikatsiya пользователи bo'limiga o'tamiz. И bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana служба katalogов degan joy bor. Demak, domenga bog'lanish uchun birinchi qo'shamiz imya domeni, misol uchun atmarkaz.uz imya пользователя, demak o'sha domenni administratorini kiritamiz. Пароли. Автоматические подключения. Так. Endi bu narsani demak domenga qo'shilamiz. Так. Присоединить к домену bosganimizdan keyin да, перезапись текущее сопоставление. Mana atmarkaz.uz control administrator uni parolini demak kiramiz. Domen kirish parolini administratori. Вот. Далее. Uni IP'si, mana sizda bo'lsa 172.31.12 da joylashgan. 172.31.12 da. Далее. Она успешно BrandMauer сейчас является членом домена этот atmarkaz.uz. Вот. Bu narsani qo'shdik. Endi e'tibor beramiz. Mana pользовательlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, lokalniy baza emas, endi mana atmarkaz.uz da mana paydo bo'ldi. Qaranglar. Administrator, bakalavr biz yaratganlarimiz.
и magistr. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu pользовательlar nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Mana shu pользовательlarda ham misol uchun qanaqadir huquqlarni berishingiz mumkin. Misol uchun o'sha magistrni правка bo'limiga o'tib, misol uchun этот пользователь имеет отдельный конфигурация demizda, bunga misol uchun kvota magistrlarga misol uchun 1 oylik nafasi 100 gigabayt berdik. Ular ko'proq o'qiydi deb. Yoki bo'lmasa bakalavr. Mana bakalavr 1 oylik misol uchun 50 gigabayt trafiki bor. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. AT markazda emas, mana domenga bog'langan emas, mana lokalniy bazaga bog'langanini bilan ko'raylik. Sizda ma'lum bir kompyuterlar bor yoki o'zi ishlatadigan Wi-Fi bo'lishi mumkin yoki misol определённый misol uchun qanaqadir qurilmalar bo'lishi mumkin. Misol uchun mana shu olaylik Wi-Fi router. Bitta kompyuterga kirmoqchi bo'lsak, internetdan foydalanmoqchi bo'lsak, обязательно qanaqadir avtorizatsiyadan o'tamiz. O'sha keri lokalga kirib avtorizatsiyadan o'tamiz. Lekin misol uchun Wi-Fi qurilmani o'sha setizga ulaganingizda avtorizatsiyadan o'ta olmasligi mumkin. U qurilma yoki qanaqadir определённый setizda qanaqadir miner bo'lishi mumkin. Yoki shunga o'xshash qurilmalar bo'lganda avtomatik ravishda ularga to'liq dostуп berish kerak yoki qanaqadir ma'lum bir huquqlarni cheklash kerak, shunga o'xshash holatlar bo'ladigan bo'lsa, login parol bermasdan balki ularni MAC adreslari bilan ishlashingiz mumkin. Avtorizatsiyadan o'tmoqchi bo'lsangiz, tak, mana login parolsiz kirmoqchisiz. O'shana holatda mana 1222 olingan, mana bu yerda MAC adresini olasizda. Misol uchun mana bu yerda pользователь yaratib qo'yasiz. Добавить deysiz. Misol uchun Karol deb qo'yasiz yoki Karol deb qo'ying. Hech qanaqa cheklovlar yo'q. Misol uchun konkretniy MAC adres deb, misol uchun MAC adresini qo'shib qo'yishingiz mumkin yoki qo'shib shunaqa holatda misol uchun boshqa qurilmangizda MAC adreslari bor. Mana shu holatda nima qilishingiz mumkin? Ketishingiz mumkin. Mana bu yerda o'keyn tanlab qo'yasiz. Misol uchun Karol degan unaqa paydo bo'ldi. Mana bu yerda hozir ko'radigan bo'lsak, VHT sistema qilaylik. Admin salom 321. Mana e'tibor bering. Tak. Mana bu kompyuter 10222 ni, demak bu pользователь Karol deb chiqadi. Qanaqadir Wi-Fi router siz ham boyagi ikkinchi MAC adres qo'ydik, u ham ulanadigan bo'lsa, hammasida umumiy qismida mana pользователь demak Karol, ya'ni sizga tegishli bo'lgan qurilmalar o'sha ko'rinib turaveradi. Qaysi biri sizga tegishli ekanligini ko'rib turasiz. Xo'p. Demak, ushbu darsimizda biz foydalanuvchilar yaratishni ko'rib o'tdik. Mana foydalanuvchilar yaratish ko'rib o'tdik. Keyingi darslarda demak ularga ma'lum bir huquqlar berishni ko'ramiz. Qo'shimcha huquqlar, misol uchun tezlik bo'yicha yoki ma'lum bir saytlarga kira olmasligi bo'yicha, shunaqa bo'yicha demak huquqlarni beramiz.